Ona otam tirik, lekin men buvim bilan turaman. Otam farzandim bor demaydi. Onam esa bir marta yo'qlamaydi ham. Akajon, men nega tug'ildim? Shular haqida ham bir video qilingki, zora ularga yetib borib, Alloh ularga iymon, insof bersin va meni yo'qlab kelishsin. Bu dunyoda nima demoqchiman, ukajon? Yaxshi ham o'sha buvingiz bor ekan, sizga qarayapti. O'sha buvingiz olamdan o'tgandan keyin bilmayman, sizni holingiz nima kechadi. U ota-onalar bu dunyoga yashagandan ko'ra o'lib ketgani afzalroq. Chunki bir farzandni yetim qilib, tirik yetim nomini bo'yniga medal qilib ilib qo'yib, bu dunyoga yashaganidan ko'ra o'lgani yaxshi. Tirik yetim uvoli bilasizmi qanchalar uradi? Ota-onasi o'lib ketgandan ham ko'proq tirik yetimniki juda qattiq uradi. Qaysi iymoningiz bilan, qaysi vijdoningiz bilan shu dunyoda yashab yuribsiz? Ba'zi bir ota yoki onalar qanday qilib, qaysi vijdon bilan bir bolani yetim qilib tashlab ketasiz? Qaysi vijdon bilan? O'zingizni nafsingiz uchunmi? Nafsingizda g'olib kelyapsizmi? Alloh shunaqa ko'r qiladi, shunaqa xor qiladi. Qarilik paytingiz ana shu tashlab ketgan farzandingizga borku, zor qiladi. Qarilik paytingiz o'shanga zor bo'lasiz. Nafasiga zor bo'lasiz. Ehtiyot bo'ling. Bir farzandni yetim qilgandan ko'ra ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Undan ko'ra bir yetimni boshini silang. Gapiradigan gapingizni o'ylab gapiring. Sal kallangizga farosat toping. Bu dunyo sizga o'yin uchun berilmadi. Bu dunyo, bu hayot o'yin uchun berilmadi. Bir farzandni yetim qilishdan oldin o'ylang. O'ylang, chuqur o'ylang. Boshingizni devorlarga uring. Har joylarga uring. O'ylang. Farzand yetim qilish oson narsa emas. O'zingizni ehtiyot qiling. Iltimos sizlardan shu videoni keng tarqatinglar. Shunaqa ota-onalarga yetib borsin.